Yangi 2026 Chevrolet Damas oddiy mini yuk mashinasi emas. Bu sizga pul ishlashga yordam beradigan, yoqilg'ini tejaydigan va kundalik ishlarni oson bajaradigan aqlli ishchi transportdir. Agar siz ixcham, ishonchli va zamonaviy yangilanishlarga ega avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Bu sizning keyingi eng yaxshi investitsiyangiz bo'lishi mumkin. Endi dizayn haqida gaplashamiz. 2026 Damas o'zining sodda va kvadrat shaklini saqlab qolgan, lekin yanada o'tkir chiziqlar, yaxshilangan faralar va yangilangan old panjara bilan biroz zamonaviy va ishonchli ko'rinishga ega bo'lgan. Uning ixcham o'lchami tor shahar ko'chalari, bozorlar va band yetkazib berish yo'llari uchun juda qulay bo'lib, shu bilan birga orqa qismida kichik biznes va kundalik yuk tashish uchun yetarli joyni taqdim etadi. Kaput ostida siz kichik, ammo samarali dvigatelni olasiz. U tezlikdan ko'ra yoqilg'i tejamkorligiga e'tibor qaratadi. Bu esa ko'pchilik biznes egalari uchun aynan kerakli narsa. Past xarajat, barqaror ishlash va oson texnik xizmat. Dvigatel mexanik uzatma bilan birga keladi. Bu esa ayniqsa yuk bilan harakatlanayotganda yoki notekis yo'llarda yaxshi nazorat beradi va u kundalik og'ir ishlarga bardosh berish uchun ishlab chiqilgan. Salon ichida amaliy yangilanishlarni ko'rasiz. O'rindiqlar qulayroq, panel tozaroq va boshqaruv tugmalari oson joylashgan. Shamollatish yaxshilangan. Oddiy multimedia qo'llab-quvvatlanadi va haydash vaqtida kerakli narsalarni tartibli saqlash uchun yetarli joy mavjud. Bu hashamatli emas, lekin uzoq ish soatlari uchun aynan kerakli qulaylikni beradi. Xavfsizlik ham yaxshilangan. Yaxshiroq tormoz tizimi, barqarorlik va kuchliroq kuzov sizga ayniqsa gavjum hududlarda yuk tashishda ko'proq ishonch beradi. Osma tizimi chidamlilik uchun sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham yaxshi harakatlanadi. Endi nima uchun bu mini yuk mashinasi mashhur bo'layotganini aytamiz. Eng katta sabab bu narx va foyda muvozanati. Siz ishonchli transport, past yoqilg'i sarfi, arzon xizmat va yuqori foydalilikni bir paketda olasiz. Bu esa uni yetkazib berish xizmatlari, kichik do'konlar va yangi biznes boshlayotganlar uchun ideal qiladi. Agar sizga bu batafsil tahlil yoqayotgan bo'lsa, Auto Insight Beach kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizga eng so'nggi avtomobillar, halol sharhlar va foydali maslahatlarni taqdim etamiz. Umuman olganda 2026 Chevrolet Damas shuni ko'rsatadiki, katta ishlar uchun katta yuk mashinasi shart emas. U ixcham, tejamkor, ishonchli va haqiqiy hayot uchun yaratilgan bo'lib, bugungi raqobatli bozorda aqlli tanlov hisoblanadi. Agar siz eski transportingizni yangilamoqchi bo'lsangiz yoki yangi boshlayotgan bo'lsangiz, bu mini yuk mashinasi sizga ortiqcha xarajatlarsiz rivojlanish imkonini beradi va aynan shu sabab u hozir o'z segmentida ajralib turadi. Agar sizga oddiy, kuchli va samarali transport kerak bo'lsa, yangi Damas albatta e'tiborga loyiq tanlov hisoblanadi bugun kundalik biznesingiz uchun.